Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan psixologiya kursimizning psixika va ong taraqqiyotining ikkinchi mavzusi bo'yicha, ya'ni instinktlar bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. Psixika va ongning taraqqiyoti instinkt mavzusi bo'yicha quyidagi rejalar bilan sizlarni tanishtiraman. Birinchi rejamiz hayvonlarning instinktlari. Ikkinchi rejamiz esa hayvonlarning ko'nikmalari. Uchinchi rejamiz hayvonlarning intellektual xatti-harakatlari va to'rtinchi rejamiz psixikaning muhit va a'zolar tuzilishiga bog'liqligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Seskanuvchanlik tirik organizmning biologik ahamiyatga ega bo'lgan ta'sirlarga javob qaytarish qobiliyati deb siz bilan o'tgan safargi darsimizga gaplashuvdik. Ya'ni biotik, ya'ni biologik ahamiyatga ega bo'lgan omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish usullariga tropizm va takslar deb aytib o'tgan edik. Ya'ni tropizmlarni ko'rib chiquvdik, o'simliklardagi o'sha tropizmlarni sizlar bilan gaplashgandik. Endi bugungi mavzuyimizga shuni davomi sifatida instinktlar kirib keladi. Instinkt bu hayvonlarning tabiiy ehtiyojlarini qondirish uchun qilinadigan murakkab tug'ma xatti-harakatlar yig'indisiga biz instinktlar deb aytamiz. Ya'ni yana bir shunaqa nimalar keladiki, shartsiz reflekslar yig'indisi, tug'ma xatti-harakatlar yig'indisiga instinktlar deb aytamiz. Instinktlar bir necha turlarga bo'linib ketadi. Ya'ni ovqatlanish instinkti, himoyalanish instinkti, naslga g'amxo'rlik qilish instinkti, to'da va po'da bo'lib yashash instinkti, in qurish instinkti va hokazolar haqida sizlar bilan gaplashamiz. Birinchi instinktimiz ovqatlanish instinkti. Hayvonlarning o'zi va bolasi uchun ovqat qidirib topish, ovqat g'amlash harakatlari bu ovqatlanish instinkti deb aytiladi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, har bir hayvon o'ziga xos va o'ziga mos tarzda ovqatlanish instinktiga ega. Ya'ni masalan tovuqlar don, masalan o'sha o'rdak, tovuq, qushlar don bo'lsa, bo'ri, sher yoki yirtqich hayvonlar go'sht bilan, mol, qo'y va hokazolar, kiyiklar, bular esa o't o'lan bo'ladi. Shuning uchun ham instinkt mana shartsiz ravishda ovqatlanish instinkti har biri o'ziga xos va o'ziga mos tarzda ovqatlanish instinktiga ega. Keyingi instinktimizdan biri bu himoyalanish instinkti. Hayvon o'z hayotini va omonligini saqlash harakatlarida ifodalanib, u ikki ko'rinishda sodir bo'ladi. Ya'ni birinchidan dushmanga hujum qilish, ikkinchisi esa o'zini himoya qilish instinkti sifatida namoyon bo'ladi. Himoya qilish instinkti har bir hayvon ham bunda ham o'ziga xos va o'ziga mos tarzda himoyalanish instinktiga ega bo'lishadi. Masalan, tipratikanning himoya instinkti uni tikanlarida hisoblanadi. Toshbaqaniki uning toshida, ayiqniki panjasida va tirnoqlarida, itniki tishida, mushukniki tirnog'ida, tovuqniki tumshug'ida va hokazo himoyalanish instinktlari mavjud. Keyin yana shunaqa himoya instinktlari bor. O'sha sovuqdan, yana tangalar bilan, junlar bilan, muguzlar bilan qoplangan instinktlardan ega. Keyingi instinktlarimizdan biri nasl qoldirish instinkti hisoblanadi. Har bir hayvon, ya'ni nasl qoldirish xususiyatiga ega. Bu instinkt bu ota va onalik instinkti sifatida ko'rilib, nasl avlod uchun g'amxo'rlik qilish, uni ma'lum vaqtgacha ovqat bilan ta'minlash, ya'ni xavf-xatardan saqlash, o'z bolalarini parvarish qilish, tug'ma mahoratga ega bo'lib, o'z naslini kelajagi haqida g'amxo'rlik qilish instinkti deb aytiladi. Ya'ni mana shuni ikkiga ajratiladi, ya'ni nasl qoldirish instinkti va naslga g'amxo'rlik qilish instinkti sifatida ham bo'lib o'tadi. Naslga g'amxo'rlik qilish instinkti har bir hayvon o'zini bolalariga g'amxo'rlik qilish instinktiga ega. Har bir hayvon g'amxo'rlik qilar ekan. Hattoki deydi, go'ngni yumaloq qilgan qo'ng'iz shu go'ngni ichiga o'zini ma'lum bir miqdorda tuxumini qo'yar ekanda, shu bilan ketar ekan. Bu yoqda g'amxo'rlik qani desa, g'amxo'rlik o'shandan chiqqan tuxumdan chiqqan lichinka shu go'ngni yeb rivojlanib tashqariga chiqib ketar ekan.
uning g'amxo'rligi shu sharoit joyiga qo'yib ketganligini asos qilib ko'rsatadi. Suv hasharoti o'tib, lichinkasi pashshasi esa o'sha suvdagi o'tga qo'yib ketar ekan. Undan chiqqan lichinka, tuxumidan chiqqan lichinka o'tni yeb chiqib ketadi. Mana shu g'amxo'rlik. Lekin u na bolasini taniydi, na bir avlodini tanish xususiyatiga ega. Bu ham naslga g'amxo'rlik qilish instinkti. Kakko boshqa bir hayvonni iniga tuxumini qo'yib, o'zi boqolmaganidan, oziq-ovqat ta'minlab bera olmaganidan boshqa bir hayvonning iniga tuxumini qo'yib ketadi. Bu ham ma'lum bir ma'noda naslga g'amxo'rlik qilishning usuli hisoblanadi. Demak, har bir hayvon nasl qoldirish instinktiga ega va nasliga g'amxo'rlik qilish instinktiga ega. Undan keyingi instinktimiz bu to'da va poda bo'lib yashash instinkti. Har bir hayvon to'da va poda bo'lib yashash instinktiga ega. Bu hayvon instinktlarining turli usullar bilan o'zaro aloqa qilishda, xilma-xillik shaklda birgalashib, to'dalashib, poda bo'lib, gala bo'lib yashashlariga zamin yaratadi. Bu to'dalanish ba'zi hayvonlarda doimiy xarakterga ega bo'lsa, masalan, bir chumollarda, asallarda, ba'zilarda esa o'ziga o'xshash hayvonlar bilan vaqti bilan birgalashib yashaydi. Nimaga shu to'da va poda bo'lib, ayrim hayvonlarda shu to'da va poda bo'lib yashash instinkti mavjud desa, ayrim hayvonlar shu himoyalanish qulay bo'lganligi uchun, oziqlanish qulay bo'lganligi uchun, yashash qulay bo'lganligi uchun to'da va poda bo'lib yashash instinktiga ega deb aytadi. Undan keyingi instinktimiz inqirish instinkti. Har bir hayvon o'ziga xos va o'ziga mos tarzda inqirish xususiyatiga ega. Masalan, o'rgimchak to'rsimon shunday nimadan inqiradi. Asalari 6 burchak va 5 burchakdan, shu o'ziga qaldirg'och loydan ko'zasimon yoki bo'lmasa yarim kosasimon musichalar, savatlar, yana ayiqlar g'orlarda, tulkilar kovlab, har bir hayvon inqirish instinktiga ega hisoblanadi. Demak, instinktlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi nimamiz esa shu ko'nikma degan tushuncha mavjud. Hayvonlarga tug'ma instinktlardan tashqari hayvonlarning ko'nikmalari ham mavjud hisoblanadi. Ko'nikma bu hayvonlarda shartli bog'lanishlar asosida yuzaga keluvchi va avtomatik ravishda sodir bo'luvchi harakatlardir. Ya'ni biror bir faoliyatni takrorlanib turishi natijasida asta-sekin hosil qilingan xatti-harakatlar deb aytsak mubolag'a bo'lmaymiz. Ya'ni u hayvonlarni ham ko'nikmalar asosida asta-asta shunday shakllantirib kelgan. Inson va hayvon psixikasidagi farqlar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchisi shu til va tafakkurning mavjudligi. Yana keyingisi esa inson o'zidan keyingi avlodlarga ijtimoiy tajriba qoldirilishi bilan hayvondan ajralib turadi. Hayvonda yana quroldan foydalanishi mumkin, lekin inson esa qurol yasashi, uni asrashi va bir quroldan ikkinchi qurol ham yasay olish xususiyatiga ega. Yana bir turi esa hissiyotlari bilan inson va hayvon bir-biridan keskin farq qilib turadi. Bugungi mavzuyimiz psixika va ongning taraqqiyoti mavzusi bo'yicha, instinktlar borasidagi tushuncha bo'yicha mavzuyimiz quyidagilardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.